Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz his-tuyg'ularimiz deb nomlanadi. Bugungi mavzu uchun maqsadlar tuzib oldik. Ta'limiy maqsad o'quvchilarga his-tuyg'ular haqida tushuncha berish, ijobiy va salbiy hislarni ajratish. Tarbiyaviy maqsad do'stlarga hurmat, ijobiy kayfiyat ulashish. Uchinchi rivojlantiruvchi maqsad nutq, muloqot va kuzatuvchanlikni rivojlantirish. Darsimizning samaradorligini yanada oshirish uchun turli metodlardan foydalanamiz. Bugungi mavzuni ochib berish hamda ularni tushuntirishni osonlashtirish uchun rasmni his bilan bog'la, fikr daraxti, vaziyatli o'yin, ijobiy fikrlar zanjiri metodlaridan foydalanamiz. O'quvchilarning fikrlarini bir joyga jamlash hamda bugungi mavzuga qiziqtirish uchun aqliy hujum o'tkazamiz. Bugun o'zingizni qanday his qilyapsiz? degan savol beramiz. Ularga javob berib bo'lgandan so'ng esa tabassum aylana o'yinni o'ynaymiz. Bunda hamma bir-biriga qarab tabassum qiladi va kayfiyatini ko'taradi. Shundan so'ng yangi mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzu his-tuyg'ularimiz. Inson o'z atrofidagi voqea hodisalarga loqayd bo'la olmaydi. Har birimiz ham hayotda kulamiz, yig'laymiz, xursand yoki xafa bo'lamiz. Jahlimiz chiqadi, qoyil qolamiz, faxrlanamiz, qo'rqamiz va hokazo. Hissiyot bu his-tuyg'ularimizning ifodasidir. So'ng darslikda berilgan topshiriqni bajaramiz. Hissiyotlarni ularga mos rasmlar bilan birlashtiring. Bu hissiyotlardan birortasini his qilgan paytingizdagi voqeani misol keltiring. Bu topshiriqni bajarish uchun biz rasmni his bilan bog'la metodidan foydalanamiz. Bunda doskaga darslikdagi rasmlar chiqartirilib yopishtirilgan bo'ladi. O'quvchilar his-tuyg'u nomlarini mos surat bilan bog'lab, uning tagiga yozishlari kerak bo'ladi. Shodlik, qayg'u, taajjub, qo'rquv va g'azab. Har bir his-tuyg'uga o'quvchilar hayotdan misollar keltira olishlari kerak bo'ladi. Kayfiyatingiz o'zingizga ham, atrofdagilarga ham ta'sir qilishini bilib oldingiz. Yomon kayfiyat sog'lig'ingizga zarar keltirishi, boshqalarning kayfiyatini buzib qo'yishi mumkin. Yaxshi kayfiyat esa sog'liq uchun foydali, insonning umrini uzaytiradi. Ikkinchi metod fikr daraxti. Bu metodni amalga oshirishimizda biz daraxtni doskaga chizishimiz ham mumkin yoki tayyor maketidan foydalanishimiz ham mumkin. Bunda ijobiy hislar daraxtning barglariga o'ng tomoniga quvonch, faxr, do'stlik kabi ijobiy hislar yozilsa, chap tomonidagi barglarga esa salbiy hislar yoziladi, ya'ni qayg'u, qo'rquv, g'azab kabilar. Bu jamoaviy guruh bo'lib ishlanadi. Bu metodda qo'llashimizdan maqsad o'quvchilarni guruh, jamoa bo'lib ishlashga o'rgatish hamda bugungi mavzuni qay daraja o'zlashtirganliklarini bilib olish uchun qo'l keladi. Uchinchi metodimiz esa ijobiy fikrlar zanjiri. Bunda bitta bola men xursandman chunki deb gap boshlaydi. Keyingisi esa buni davom ettirish kerak bo'ladi. Men xursandman chunki do'stim bor. Shu tarzda ijobiy kayfiyatli gaplar zanjiri tuzib boriladi. Bu metoddan foydalanish o'quvchilarni sherigini tinglashi, gap tuzishda o'rgatish hamda bugungi mavzuni qay darajada o'zlashtirganliklarini aniqlashda foydalansak bo'ladi. Bugungi mavzudan xulosa qilib aytsak, har bir his-tuyg'u tabiiy, ammo biz ularni boshqara olishimiz kerak. O'quvchilarga uyga vazifa qilib, oxirgi marta his qilgan 3 xil his-tuyg'ungizni yozing va nima sababdan bo'lganligini tushuntirib keling deb uyga vazifa berishimiz mumkin.
Bugungi mavzu his-tuyg'ularimiz mavzusi 3 darsga berilgan edi. Unda men birinchi qismini qisqacha bayon qilib berdim. E'tiboringiz uchun rahmat.